yana 5 milliarddan pul berdi. Yana kechagi yig'ilish selektorini yana pul berdi. Yani u 10%, 15% berdi. 10-15 berdi. Yana undan tashqari trillionlarni sarflayapti. Bu bo'yicha ishlayapmiz. Qaror chiqarishda xatim keldi. Mana bu Islom taraqqiyot bankidan ajratilgan mablag'larni o'zlashtirib bo'lgandan keyin Sherobod bo'yicha ochgan. Undan tashqari og'ir mahalla 11 mahallamiz bor. Ikkita yangi O'zbekiston tipidagi mahalla ularga bo'layotgan hamma xarajatlar qo'yib chiqqandan keyin qo'shimcha ravishda masalan aytgan narsani 2 kilometr yo'l tashlash ishlamoqchi. Masalan, bundan tashqari yana quyosh panellari, bundan tashqari yoritish moslamalari, shu infratuzilmasiga tasdiqlangan mamlakatlarga O'zbekiston mahalla uyushmasi tomonidan tasdiqlansa, bizga beramizda o'sha taklifni kiritamiz. O'sha taklifdan keyin mahallada bo'ladigan ehtiyojda bo'ladigan defekt akt qilinadi. Qaysi mahallaga qancha yo'lakcha olib ketyapti, qaysi mahallaga qancha bo'ladigan yana qo'shimcha toshlashlarni olib borishimiz kerak. Qaysi mahallada qanday kamchilik bo'ladi bo'lsa, o'sha ma'lumotni ishlatishni rejalashtiramiz. Masalan, hozirgi mahalla raislarining ishlamasiga haqlari yo'q. 100 milliard pul kelib turibdi. 100 milliard. Bu har bir mahallaga bo'lsaniz 2 milliarddan tushadi. Undan tashqari mana kechagi selektor yig'ilishdan keyin yana 5 milliarddan berdi. Yana 101 ta obyekt mana Islom taraqqiyot bankining loyihasi bo'yicha bo'ladi. 101 ta obyekt. Bu viloyat bo'yicha eng yuqori bo'ladi. Sherobod tumani. Bunga endi javob berishimiz kerak. Shuning uchun O'zbekiston mahalla uyushmasi respublika boshqaruvi Sherobod tumaniga alohida nazarda qarab turib qoldi. Agar ishlov beradigan bo'lsa, keyin biz taklifimizni beramiz. Qaysi ko'chalarga, qaysi mahallalarga ishlash bo'lishini va deputatlarga manzilisini beramiz. O'sha yerda ular xulosa yana mablag' bermoqchilar. Qolgan joyda Sherobodda namlanib turib, nasib bo'lsa, ularga eng old mahalla qilmoqchi. Bu bo'yicha sizlardan yordam so'raman, bizlarning ishlaringizni bo'lib mahalla bilan ishlaydigan, mahallaga yetkazgan ishlaydigan 35 son maxsus kengash qarorimiz bor. Saylangan mahallalarda borib, nazorat tariflarini bor, barchasi bizim nazorat tariflarimiz bor. Bu 101 ta obyekt bizim nazorat obyekti. Har bir deputat o'zi o'rganish olib boryapti. Undan tashqari 24 ta tavsiyaviy o'rganish ma'lumotlarini ishlatish kerak. Siz bilan hamkorlik qilamiz. Bular qilayotganmi? Bular sektorimiz bo'ldi, bular hokimlikdan e'tiroz bo'lgandan keyin bularni quruvchilarni nazoratchisi bo'ldi. Bularga chiqardi o'sha. Men sudga bir şey boshladim. Dünya miqyosidagi har tomonlama zo'r xona bo'lishi kerak. Chet mamlakatdan kelgan mehmonlarimiz texnik bazamiz bo'lishi kerak xonamiz. Masalan, mahalla raislarligini biz qilamiz ishlayapmiz. Bitta rahbarimizni oladigan bo'lsak, kechasi 12 dan biz shunaqada qilyapmiz. Lekin mahalla raislari 22 soat xonasi bo'lishi kerak. Konsertni xonaga namoyish kerak. O'ylayman, konsertni bilan kirsa, mahalla xonasiga kerak deb Olmazsa deputatlar. Reglamentga.
mahalla raislarida hech kim ishlamayapti aytgan yo'q. Saxovat g'aniyman. Ishlamayapti aytganimiz yo'q. Faqat pulni sug'urib. Boshqa savollar bormi? Marhamat. Bu qanday ro'yxatga tushib qolgan? Shuning uchun hozir hurmatli biz aytdikku, mahallani raislarimiz keyingi sessiyalarga taklif qilamiz. Chunki bilsin u, hisobi bor. Har bir sultonga qilib hisobi bor. So'raveradi mana. Bizni rahbarimiz mana javob beryapti. Biz hozir turib. Hammasini hisobi bor ekan. Bilsinda bizga turadi. Mahalla raislari ham, mahallani yetkaziligi ham hozir to'g'ri taklif etyapti. Salgina Yuksaltib savol javob berib, shu bo'lagi yuqoridan marta hokimimiz kelib tarqatganda sizdan o'rinli saqlatgan ham shu 5 ta holatda aniqlab bug'doyni qaytardi. 5 ta holat. 3 xaltadan 5 xaltadan berilishi kerak endi 3 xaltaga tushdi, 3 xaltadan tarqatdi.
beshta holatda qaysasi mahallaga olib qo'ydi. Hozir ham mahallalar uyushmasi Sherobod tuman bo'limida 3 xalta bug'doy olib turibman. Keyin aniqlatib boshqalarga berdirdim. Xuddi to'g'ri aytasiz. Shunday holat bo'ldi. Ming afsus bo'lsin. Bo'lak mahalla raisidan bitta qog'oz kelgan, boshqa yana bizga o'xshagan ijtimoiy anondan yana bir qog'oz kelib, o'shalarning ro'yxatini o'tib ketgan. Hokim tasdiqladi. Bular berilgan deganki o'tib ketgan. Haqiqatan hokim o'zimizda meni ma'qulman, odam tanilmaganligi meni sarg'anligini, lekin 5 ta holatni aniqlab uyushmaga olib tushirdim. Hozir bir kishini 3 xalta bug'doyni xonaga qo'yib qo'ydim. Kim aniq bo'ladiganini juda nochor bo'lib olib keladiganini o'shaga beraman. Bundan tashqari 3 tasini Kattaqo'rg'on mahallasiga o'shaga iqtisodimiz qabul etilgan ijtimoiy himoya qo'mitimizdan qabul etilgan 3 ta ayolga bir xaltadan bo'lib berdim. O'sha bir xaltaga tursam o'g'irlik. Yetti krizga qo'shilaman. Bundan keyin bu holatlar takrorlanmasligiga harakat qilaman. Va sizlardan yordam kutaman. Shunday holat bo'layotgan bo'lsa, menga ozgina yordam bersangiz, telefon orqali joyiga bu narsani yo'l qo'yaman. Boshqa savollar bormi? Valiyan rais. Bizni mahalliy byudjet komissiyamizdan xat chiqarsa, moliya raisi moliya o'rganib beramasmi shu? Yaxshi bo'ldi. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha juda katta ish bo'lyapti. Bu ochiqlanadi. Buni juda qat'iy orqaga turishimiz kerakmi? Biz shu jamoatchilik, deputatlar juda keskin kurashishimiz kerak bu holatlarda. Bu keskin. Bu bo'yicha o'zgar bo'ladi. Rahbarlar bilan gaplashganmiz. Holatni o'rganib ko'ryapti. Bu umuman masalan 30% ko'rsatilgan, aholisi 30%, masalan istiqbolda ko'rsatilgan. Deputatni eshitdingiz. Deputatni mana taklifini eshitdingiz. Norozini eshitdingiz. Deputat bilan fikrlashib olinganingizda qanday shug'ullangan qanday vaziyatdan, o'sha mahallada vaziyat qanday? Burada qanday? İnsan ijtimoiy xizmatlar markazidan olgan kelganmi? İnson ijtimoiy xizmatlar markazi.